Xotanda tumu tutquzu doğrusunu Qashqa, Oqsu, G'o'lji, Urumchi berib asli. Keyin u doğruni yeb bo'lgandan keyin ma doğru foyda qilmadi deb bizning oldimizga bizga dard to'kib kesildi. Endi nimishqa bu doğru foyda qilmadi degan chiqimizda tuqqanlar. Bir tiyip bilan yana bir tiyipning doğrusu o'xshamaydi. Bu g'arb tibobidagi o'xshatmanglar. G'arb tibobidagi Chutongpya degan doğruni baş arkadaşı vay beşim degan doğruni Beijing görüp olgan bo'lsanglar, mushu Xotan Qashqarga görüpmi o'xshash aslidarini topa olasizlar. Chunki g'arb tibobat doğrular haqiqatan sistemlashgan. U doğrularni qaysi yurtdan olsanglar shu xil tipdagi o'xshash ta'sirga doğruni topa olasizlar. Lekin bizning Uyg'ur tibobatimizningki doğrular u darajada sistemlashmaganligi sababidan bir tip bilan yana bir tipninki doğrusining ismi o'xshash bo'lgan bilan tarkibiga tushgan doğra o'xshamaydi. Ham tamamen o'xshamasligi mumkin. Shu sababdan sizning tumuringizni tutgan odam sizning mijozingizni, xulq ahvolingizni qarab turib, doğruning o'zininki bir o'xshash, masalan, davoilmishki degan doğruni bir olsaqmi, buning issiq tabiatlikni biramtimi, sovuq tabiatlikni biramtimi, yo mo'tadil tipdagi davoilmishkini biramtimi deb o'zi bilib davoilmishki deb yozadi. Lekin bu sizlar davoilmishkini o'zingizning yurtiga borib olgan bo'lsanglar, ya aşı micazanı tutquni uçab qap qalsa, uni udul qap qalsa, uni yo'li boshqa. Bilak xildagi davoimish kelgan bo'lsa foyda qilmaydi. Ikkinchi birisi doğrularga bergan masalan, mazbiz yolga bitgan doğrumizda yolga qaytatgan doğrumizning o'zi ba'zan munzish javiri deganimiz bor. Issiqdan bo'lgan yolga bitgan munzish javiri bilan sovuqdan bo'lgan yolga bitgan munzish javirimiz ism o'xshashi bilan tarkibi ikki xil chiqadi. Shu qaysi tip sizning tumuringizni tutgan bo'lsa, amal va shu tiyipninki doğrusunu iling. Herkes resipini yanchog'ingizni oy to'kab qap, qattiq sayli-sayani qilib o'tib, o'zingiz yurtiga borib, qo'shnam tiyipda, akamninki ukisi sog'lomlik do'koni ochibdi, yana bilmadim bilmasa yaqindim ashunidan olay deb bir do'konni resip cho'ponni tutqizib qap, va xotellik tiyip tumun tutib, darini bergan, mani binglar deganinglarga foyda qilib qolsa qo'y yaxshi. Foyda qilmay qolib qolsa, berib kelib tumun tutgan odamni ko'manglar gunoh. İkinci birisi, sizlarga mushu doğru bergan adam haqiqatan tibobatchilik kasbida muntazam o'qigan odammi emasmi? Yoki bo'lmasa mushu tibobatchilik kasbida doğrugarlik, davolash jihatda shogirdlikda turib, oz degan chog'da 7 yildan 10 yilgacha turgan tarixi bormi yo'qmi? Yoki bo'lmasa 15 kunlik kursda o'qib, sog'lomlik yetakchisi bo'lib do'konda chiqib, sog'lomlik do'koni ichib olgan bolami emasmi? Bunu ayırıp ondan keyin doğralının payda qildi, qilmadi degan gapni shu vaqtda qo'ying. Üçüncü birisi, tevib bergan doğru bilan birga tevibninki parhezlarga sizlar diqqat qildingizmi, qilmadingizmi? Har bir tevib odatda doğru bergandan keyin paloni tomoqni yesangiz bo'ladi, paloni tomoqni yemang deb aniq deb berdi. Masalan, qondagi may, qon quyoq, tojisimon yurak kasali, semizi qatorli kasalliklarga biz ko'proq tuni kavupi, polo, samsa, petermanta, go'shnon, go'shkirida, xo'shang, tuxum sarig'i, jusa yemang deymiz. Buvosi ulab qolgan odamga bo'lsa jusani jiqyam deymiz. Mazbeziyali ulab qolgan odamga lozi achchiq suv, kalla go'shi, yallik tomoqlarni yemang deymiz. Qalqonsimon ba'zi xizmatda chekingan, ortib ketgan shunday odamlarga bo'lsa kalla go'shi, qattiq, sut, shunga o'xshash tomoqlarni yemang deb ayrim buyurib bitmiz. Parhezlarga sizlar diqqat qildingizmi, qilmadinglarmi? Shuni bir doğruni faqat tiyibdan ilib do'konda mushuni yesam bo'ldi deb do'konni yegininglarga, buning parhezlariga diqqat qilmasanglar, doğruning foyda qilish nisbati zo'r darajada to'lab ketadi tuqqanlar. Shunga tavsiyamiz, qaysi tiyibdan kasal ko'rsanglar, mushu tiyibga ishonganlar bo'lsanglar, shu tiyibninki doğrusini ilib iste'mol qilinglar. Hargiz u tiyibga ishondinglar, lekin tiyibninki resmini yanchoqonga usilib, o'zingning yurtingizga berib, aşağıdan alaychi, anidan azarroq og'illar yo ashuni savdo qilib beray deb ketganinglar bilan doğru foyda qilmay qolib qolsa, bu yerda nurg'unlagan iqtisodiy ziyon, jismoniy jihatga nurg'un ziyonlar kelib chiqadi.